Assalomu aziz do'stlar. Bugun 4-yanvar 2026-yil yakshanba kuni. Meni 23-kunim. O'yinni to'xtatganman. O'yindan chiqish mumkin, o'yinni to'xtatish mumkin. Avvalambor shu ong ostimizdagi illyuziyalarni, xayollarni yo'qotib, buni ustida o'zimiz qat'iy ishonishimiz kerak. Shu o'yindan chiqdim deb qaror qabul qilish kerak. Bugungi gaplashadigan mavzumiz qarz bo'yicha. Qarzdorlik bo'lish bu yomon oqibatlar olib keladi. Shu o'ylang, qarzga hech qachon o'ynamang. O'ynab yurgan bo'lsangiz ham vaqtida to'xtating. Shu do'stingdan qarz oldingmi, do'stingni yo'qotding. Qarindoshingdan qarz oldingmi, qarindoshchiliging uzoqlashadi. Buni yaxshi his qilasan, yaxshi bilasan, chunki boshingdan o'tgan. Har qancha o'zingga ishonma, hali ham o'ynab yursanmi, yutqizishing aniq. Vaqtida to'xtatdingmi, sen g'olibsan. Kel do'stim, o'ylan, vaqtida xulosa chiq, to'g'ri yo'l va to'g'ri qarorlar qabul qil.